Bu AQShning amaldagi prezidenti Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford. Bu esa Amerikaning 37-prezidenti Richard Nixon. Uning boshqa Amerika prezidentlaridan farqi shundaki, u o'z muddati tugamasidan oldin iste'fo bergan. Aniqrog'i bunga majbur bo'lgan. Nimaga ekanini hozir ko'rib chiqamiz. 1972-yil AQShda prezidentlik saylovi oldidan Washingtondagi Watergate nomli mehmonxonada g'alati bir ish sodir bo'ladi. Mehmonxonada joylashgan Demokratik partiya shtab-kvartirasida 5 nafar shaxs hibsga olinadi. Ular Demokratik partiya shtab xonalariga yashirin yozib olish vositalarini o'rnatishda ayblanadi. Lekin ularni aslida kim yo'llagani, nima sabab yo'llangani ochiqlanmaydi. Aniqrog'i, yuqoridagilar buni ochiqlashni istashmaydi. Faqat O'zbekistondami kamchiliklar? Bilamizki, AQShda ikki yirik partiya hukmronlik qiladi: demokratlar va respublikachilar. Yuqoridagi voqea bo'lgan davrda respublikachilar nomzodi Richard Nixon prezident bo'lgan va qayta saylanish uchun bel bog'lagandi. Watergate ishida demokratlarning saylov oldi suhbatlari va rejalarini tinglash kimga kerak bo'ladi deb o'ylaysiz? Mantiqan o'ylab qaraganda, raqib partiya, ya'ni respublikachilarga. Ammo raqib partiya amaldagi hukumat boshqaruvida bo'lsa, kim ularni ayblay olardi? Tabiiyki, jurnalistlar albatta. Mr. President, obviously you're concerned. Amaldagi prezident respublikachilar nomzodi Richard Nixon qayta saylanishiga qaramasdan Watergate ishi mojarolari davom etadi. Two young reporters exposed corruption at the highest level and forced The the US Washington Post president to nashrida resign. Deep Throat taxallusli muallifi noma'lum bo'lgan shaxsdan Watergate ishi haqida ma'lumotlar chiqadi. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yil tugul 2 yilga ham bormaydi. Surishtiruvlardan so'ng demokratlarga qarshi rejani prezident boshchiligida ishlab chiqilgani ma'lum bo'ladi. 1974-yil 6-fevralda AQSh Vakillar palatasi prezident Nixonga impichment e'lon qilish haqidagi qarorni Senatga taqdim etadi. Prezidentga 3 ta ayblov qo'yiladi. Bular FBR tekshiruviga to'sqinlik qilish, dalillarni yashirish va mansab vakolatini suiiste'mol qilish. Biroq ish impichmentgacha yetib bormaydi. Prezident Richard Nixon o'zini oxiri bir ko'chaga kirib qolganini tushunadi va o'sha yilning 9-avgustida televideniya orqali iste'fosini e'lon qiladi hamda Oq uyni tark etadi. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. That's right. I must put the interests of America first. America needs a full-time president and a full-time Congress, particularly at this time the problems we take on our body. To continue the fight to the months ahead for my personal vacation, we all must totally absorb the time and attention to both President and Congress, and further our entire efforts to be on page of peace law and prosperity for our government. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Bu AQSh tarixidagi yagona iste'fo bergan prezident hisoblanadi. Watergate ishini ochiqlanishi va ommaga oshkor bo'lishiga sababchi shaxslardan biri FQB direktori o'rinbosari Mark Fels hisoblanadi. Aynan u yashirin ma'lumotlarni jurnalistlarga yetkazgan. Keyinchalik Deep Throat taxallusdagi inson ham u ekanini tan oladi. Watergate ishidan keyin AQShda prezident hokimiyati ustidan nazorat kuchaytiriladi va erkin matbuotning siyosiy nazoratdagi roli yanada oshadi. Watergate ishi shuni ko'rsatadiki, haqiqatni yashirib bo'lmaydi. Erkin matbuot, halol jurnalistika va xalq har qanday kuchga bas kela oladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Amirxon bo'ldi. Yashashda davom eting.